Assalomu alaykum azizlar. Men Davron Zoirov. Bugun menga bir obunachim tomonidan savol keldi. Aka, men qurilishda ishlayman. Zalga chiqayapman. Faqat ovqatlanish bilan massani ushlab tura olamanmi yoki oshira olamanmi deb savol yo'llashdi. Javob: bu juda ajoyib va ko'pchilikka tegishli savol. Qurilish bu ham jismoniy og'ir mehnat. Bu orqali siz kun davomida ko'p kaloriya yo'qotasiz. Endi asosiy nuqta: yo'qotganingizdan ko'proq kaloriya olishingiz kerak. Ovqatlanish bilan massani oshirish mumkin. Agar siz kuniga yetarli oqsil, karbonhidrat va yog' iste'mol qilsangiz, karbonhidrat deganda uglevodni nazarda tutyapman. Mushaklar tiklanishi va o'sadi. Hattoki zalga bormasangiz ham, lekin zal bu maqsadli, mushak o'stirish uchun kerak. Qurilishda tanangiz ishlaydi, lekin bu harakatlar tartibsiz va mushaklarni teng o'stirmaydi. Ya'ni massani saqlashingiz yoki ozgina oshirishingiz mumkin, lekin ideal mushak shakllantira olmaysiz. Faqat sport zalda erishasiz bunaqa natijalarga. Demak, ovqatlanish juda muhim. Agar qurilishda ishlayotgan bo'lsangiz, oqsil, uglevod va kaloriyani yaxshi hisoblab yeb tursangiz, zal bo'lmasa ham sog'lom tana ushlab tura olasiz. Lekin agar imkoni bo'lsa, haftada hech bo'lmasa 1-2 marta yengil mashq qilish yaxshi natija beradi.